16 mingga aka bir xona o'zini ikkita oynasi bilan rostdan ham shunaqa qilib beryapsizlarmi? Ha, albatta qilib beramiz. Kamiga 36 oylik muddatli to'lovga ham qilib beramiz. Shahzod aka 90% bitganda ham 1 kvadrati 550 dollar. 6-qavatda ko'tarilayotgan domingiz ham 1 kvadrati 550 dollar va katlaman qo'llanayotgan blokingiz ham 1 kvadrati 550 dollardan bo'lyapti, to'g'rimi? To'g'ri aytyapsiz. Uchalasida ham 550 dollardan. Farqi aka, bu boshdagi ikkita etapimizda уже kichkina uylar qolmagan. Ha, faqat katta uylar kvadratlar ham qolgan. tepa qavatlarda 9, 10, 11 etajlarda qoldi. Yutug'i 3-etapimizani xohlagan etajdan, xohlagan kvadraturadan olsanglar bo'ladi. Bemalol unda Bemalol. masalan kimgadir katta kerak bo'lsa 3 ta 4 ta xonadonni ham qo'shib yuborsa bo'lar ekanda-ya. Plus tarafi ham o'shanda, endi aytmoqchi edim, bu yoqda ikkita kichkinani qo'shib turib, 3 xona, 4 xona ham bemalol katta, ko'p derazali qilsa bo'ladi. Birinchi kelganimizda aka 10-qavat endi ko'tarilgan edi. Skelet holatda turuvdi. Hozir gap yo'q. Uje 90% bitirib qo'yibsizlar. Shunaqa aka. Manmi ikkinchi etapimizda sizdami aka? Katlaman paytida bu. Katlaman paytida hozir qarang, agar -2 podolni ham hisoblasangiz, uje 8-etajdamiz. Uje 8 qavat ko'tarilib qo'yilgan. Shunda hozir 3-blokimizni katlaman qo'llash jarayonida, to'g'rimi? Xudo xolasa, mana shu keyingi oydan, avgust oyidan uje ozgina qoldi. Katlamanni boshlaymiz nasib qilsa. Xullas, Luboy mijozimizga zo'r taklif qilib berishyapti-da. yoki srochno ko'chib kirishingiz kerak bo'lsa, tayyor bo'layotgan uyimiz bor. 1 yil vaqtingiz bo'lsa, 1 yilda bitadigan uyimiz ham bor. Yoki yo'q, men investitsiya kiritib, sirazi bittani o'zida 3 ta 4 ta xonadonga pul tikib qo'yaman desangiz, 28-yil bitadigan 3-proyektimiz ham bor. Hammalarni Car Magnit sotuv ofisida kutib qolamiz. Joylashgan joyiga keladigan bo'lsak, sotuv ofisimiz Medgarodokka ro'parasi betonkani bo'yida joylashgan. Orientir mana bu palma. Domimiz bo'lsa, shu yerdan 600 metr ichkariga kirganimiz edi.